Ha, давай, boshlaylik, yozing. Akalar. Silos tomosha qilib maza qilasiz. Buni qarang, zagodovkani. Nech ming qop qoplangan bilmayman endi. Hozir bilamiz-da. Xullas, bu yerda kelib silosni syomka qilish maqsadimiz birinchi o'rinda o'tgan safar o'sha akalarimiz turgan joydan syomka qilgandik. Mana shu yerga yetib kelishibdi. Bitta ikkitasi telefon qilishdi. Sanjarbek, siz chiqadigan silosingizdan suv chiqyapti. Bunaqa bo'lyapti deyishgan edi. Bugun maytda Qiziltepaga Abdurahmon aka firmasiga keldim syomkaga. Bu yog'i bir qadam. To'xta dedim, bitta tekshirib ketay desam, ish jadal ketyapti. Lekin birorta suvni ham ko'rmayapman. Boshqasini ham ko'rganim yo'q. Bu yoq qup-quruq, tilla rangdagi silos, bug'doy zo'r, doni zo'r. Mana, tomonda qup-quruq turibdi. Hammasi yaxshi. Fura kelyapti, hozir yuklanar ekan. Baxtiyor aka bu yerda jadal xizmatdalar. Xudo xolasa. Baxtiyor aka nimaga bunaqa bo'lyapti aka? Ammo ish qattiq bo'lyapti ekan-a. Ishonma, ha. Bir kun, bir soat dam olingan yo'q aka. Buni qarang bu yoqda. Eslaysizlarmi bu yerda qanday yuklaganmiz? Bosganmiz. Demak, boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek ukalar hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka-ukalar. Hafta kuniga bo'p indamay qo'ying. Bugun o'zi asli shanba. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani o'sha. Qo'shtepa tumani Qiziltepaning yonidamiz. O'zi bilasizlar, bu tollar tagi Baxtiyor akamizni kak ofisi bo'lib qolgan. Mana shu yerda akamizdan o'zim ham silosto shuruldan beri olaman, buqalarimga beraman. Sizga ham tavsiya qilaman. Hammasi zo'r. Dastlabkilarni kelishdigan holatda qilib berishadi. Hozir tushib silosni ko'rsataman. Barkidan doni ko'p. Molimdan o'tib ketadi deysiz, nimaga o'tadi degan savolni bersam, Baxtiyor akam nimaga o'tib ketadi Baxtiyor aka? Ko'pligidan o'tib ketadi, Sanjarbek. Ko'ryapsizlar, ko'pligidan o'tib ketadi. Endi hurmatli ukalar, men hozir pastga tushaman, ma'lumotlarni beramiz, bu yoqqa ketdik. Voy, mana buni qaranglar, bor. Ko'rsangiz hozir hayron qolasizlar, aytaman. Nima ishlar bo'lib ketyapti? Baxtiyor akam nimalar qilishyapti? Bilasizlarmi hozir? Hozir o'zingizlar hayron qolasizlar, o'zingizlar hayron qolasizlar. Bug'doy ekyapti bular silos ichiga. Hayron qolaman. Voy Baxtiyor aka! Nima silosga bug'doy ekyapsizmi siz? Labbay aka. Bug'doyni sholini ustiga, silosning ustiga bug'doy ekyapsizmi? Shunday ketilyapti. Bilasizmi, 2 yil oldin gapirilgan edi. Nima? Hali politsiya kombayn shunday nima bo'lib turib, makkasini ko'rsatib bera olmasdi-da o'sha holatda. Kepayi ichidadirdik. Bitta narsani isbotlab beryapmiz, Xudo xolasa mana kepayi tugul umuman yemi ichidaman. Voy, mashallah, akalarimizni qarang. Bu holatni ko'ring. Assalomu alaykum. Voy, aka bu tonni bug'doy sepib chiqyapsiz har bitta qatlamga. Har bir qatlamiga shunday ketyapti. Voy, mashallah. Hurmatli ukalar, hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Baxtiyor akamizni anaqa nima deydi? Mana tollar ko'rdinglar o'sha. Quyosh tushmaydigan joyda silos yamalarga kelganmiz. Boshlanibdi-yu. Nari bug'doylar turibdi. Ponni. Mana ularga qarang aka. Mana bug'doylarga qarang. Baxtiyor aka. Labbay aka. Nima bu? Hali gapimizga so'z isboti bo'pti-da oxiri aka. So'z isboti bo'ldi. Bu aka pul uchun bas aka. Qarang, bu holat pul uchun ketayotgani yo'q. Xo'p. Lekin aka xalqimiz foydalansin. Maza qilsin aka. Maza qilsin. Qarang. Lekin meni faoliyatimda Sanjarbek aka. 3 yil mana shu narsani misol nimasini qilindi 2022 dan beri. 2022 dan beri mana shu narsani yurgizib, mana shu narsaga ishonib turib, aniq mana shu ishni qilyapman. Xudo xolasa, inshaalloh mana vakilimga olib keling. Buni ko'ryapsiz-a? Yayilishdi. Mana bug'doyni ko'ryapsiz, mana shu holatli. O'tkazishi mumkin moli. Lekin o'ta ko'pligidan o'tkazadi. Ko'pligidan. Lekin Xudo xolasa, o'sha vaqtida o'sha mashinangiz turibdimi? 8 tomonni ham bitta olib qo'ying. O'sha joydan Xudo xolasa bu videoni chiqarishni boshlaymiz. 6 donani bug'doyni ushayman. Mana shu holatga bunday qilaman, qo'limda Xudo xolasa xamir bo'ladi. Xamir bo'ladi? Xamir bo'ladi. Bo'ldi, Xudo xolasa. O'shanga va'da berasiz, Xudo xolasa aka. Xudo xolasa va'da qilamiz, inshaalloh tepadan endi Allohdan endi bag'i. Lekin praktikamizdan o'tgan. Praktikamizdan o'tgan, mana shu joyi bu yanvar oyida chiqmaydi.
Baxtiyor aka, O'shangacha yetiltirishimiz kerak. gapingizni oldim. Hozir bo'ladi, silosini doni bo'lmaganligi uchun o'shancha bug'doy sepayotganda deyishi mumkin. Hozir mana mashina keldi-ku. Ha, ana shu joyini isbotla. Ana isbot. Silos sotalmay qolib qilganimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Bu yerdan qancha necha ming tonnalar silos chiqib ketdi. Hozir so'z isbotiga mana silos ham kelib qoldi oldimizga. Xudo xolasa shunday ko'rsatamiz. Voy, mashalloh. Donni qarang aka. Voy, ana don. Hatto qanaqasi chiqar ekan, bo'lsa oldiga qo'yaveramiz. Lekin faqat tepasiga bug'doy sepilgan yo'q, har bitta qatlamiga, to'g'rimi? Yo'q. Lekin mana shu joyini boshidan beri olib kelyapmiz, shunday kelyapti bu holat. Mana mana shu holatni mana keldi, gapimiz isboti shunday og'darilsin. Ertamandan beri mana shu holat, misol 7-8 ta shopirimiz shunday to'kib kelyapti. Hech yo'q aka, mana shu 25 tadan olib chiqishdi bugungi kunda. Xudo xolasa. Ketdi, qani. Mana shu yerda hozir ko'ramiz. Bu yerda hozir 10 ming tonnaga mo'ljallangan. Bundan tashqari nechta tonnasi bug'doy, nechta tonnasi. Akalar uni qarang. Mashalloh. Hozir sizlarga mana shu yerda so'z isboti bilan donini ko'rsatib beramiz. Aka, bu aka sepishni qarang. Ayamay sepyapsiz aka. Rahmat. Voy. Mana donlarni qarang aka. Baxtiyor aka, mana donlarni qarang endi. Sanjarbek aka, bu donni ko'ryapsizmi? Silos sotalmay holati bas. Haqiqiy import makka, pachka makka. Pachka-ya baribir. Hozirgi kunda 400 so'mdan 600 so'mgacha bo'lyapti. Hozirgi kunda? Ha, 600 so'mlik silosni mana olib kelib makka bosyapti. To'ppa-to'g'ri. Mana shu joy. Mashalloh. Lekin bitta joyiga javob beraman aka. Buni turar vaqtiga ham javob beraman. Silosni ko'ring, ichida bir begon narsasi yo'q. Achi degan narsa yo'q, to'g'rimi? Achiydigan narsasi yo'q. Mana shu hamda bosaman, yanvar oyida tayyorlab beraman. To'g'ri. Mashalloh. O'zimiz ham xudo xolasa mana shu yama ochilganda o'zimiz ham eng kamida 2 mashina olib qo'llarimga beraman, xudo xolasa. Buni ular qarang. Aka, kepay shart emas sizga. Kunjara shart emas. Silosi o'z mana donlarni ko'ryapsizmi mana? Bo'pti, bug'doyni qo'ying, mana makkalarni ko'ryapsizmi? Ko'zingiz bilan ko'ring, boy aka. Bu qo'yingiz dotlatoradi. Akalarimizdan timmasda sepib olar ekanda bug'doyni. Bosishyapti lekin. Mashalloh. Va Baxtiyor aka, u akalarimiz mollarga beradi-yu. O'sha paytda siz ismingizni aytaveradi bu qilar. Aytadi. Baxtiyor tog'a davosachi. Lekin bitta joyiga-da aka, Sanjarbek aka. Labbe. Mana shu joyiga olmagan odam ham, mana shu videomizni ko'rayotgan joyi, bitta gap yetadi kommentariyaga. Otangga rahmat. Otangga rahmat, mana shu joyiga, mana shunday katta ob'yoming, mana shu narsani Allohga tavakkal qilsanki, otangga rahmat degan gap yetadi aka. To'ppa-to'g'ri. Hech qanaqa masala yo'q, qilib beramiz, ammo inshaalloh. bu narsa pul uchun emas. O'nalsin, Xudo xolasa, mana shu xalq foydalansin bizdan. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana shu joyda mana Xudo xolasa baraka topadi. Loyim. Bug'doyi mana kech kirib qolyapti, lekin mana shu joyini ko'rsata olmayapmiz. Mana bu joylarni ko'rsatilmaydi. Mana tiniq ko'rsatyapti aka. Hamma yo'q cho'tib ko'rsatyapti. Bu yoqda bug'doy zaxirasi voобще dahshat ekan akalar. Xullas, har bir suloyiga shunday chachilyapti. Ha, to'ppa-to'g'ri. Mana shu joyda Xudo xolasa bu qopda ham ko'rinish kerak bu. Inshaalloh. Xudo xolasa ko'rinadi. Xudo xolasa. O'sha paytda ham qoplagan paytimizda ham aka, chiroyli qilib donasigacha ko'rsatib beramiz. Donasigacha ko'rsatib beraman, Xudo xolasa mashinangiz oldida. Xodimlar akalar, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamasdan, Xudo xolasa, Alloh sabr bersin, kuch-quvvat bersin. Baxtiyor aka, xodimlar aka. Bor bo'ling Sanjar. O'ta qattiq ishga tushib ketibsiz sizmi? Ha, Xudo xolasa tekin. Bu o'zingiz ishlaganingiz, ana shu zakaz ko'pligidanmi deymanda? Yutalmayapmiz, Xudo xolasa. Baxtiyor aka, charchabyapsiz. Bilasiz? Nima u mishmishlar yuribdi aka? O'sha tekshirgani keldik. Yaxshi aka. Qarasam aytdi, Abdurahmon aka firmasiga keldim. Qiziltepaga. Qiziltepaga, ana. To'xtadi, bitta o'taychi dedim. Nima holat, nima yo'q ekan desam, hamma yo'q. Risoladagidek zo'r, silosda mana suv yo'q. Muammo yo'q, Xudo xolasa. Mana o'zingiz xolagan joyingizdan siqib ko'ring aka. Mana endi qopga olib keling. Mashlar terilyapti. Mana shu ko'ryapsiz-a? 20 qatormi bilmaymiz tepasi. Ha, to'g'ri. Mana tagidek qatorni ko'ring. Tagidek. Qani birortasi suv bormi? Mana bu burchagiga yig'iladi o'zi. To'ppa-to'g'ri. Hammasi top-toza turibdi deng. Ya, Xudo xolasa silosga javob aka. Xudo xolasa. Qo'lingizga olib ko'rsatingchi, Baxtiyor aka. Voy, mana qarang, mana qarang. Qoplangan joylarni qarang. Mana
bitta makka, bitta bug'doy, bitta silos degan joyi. Aha. Mana makkamiz mana u mana. Aha. Qarang. Ko'rinishda ko'rsatib bera olmayapti. Lekin mana u makka bo'ladi. Ponni, Masha. Bu Albatta. kambayin shunday nima bo'lgan, hozir tepasidan ham olasiz, hali aytayotgan domsamizga keldik, erta ag'ida boshqa kambayin o'rgan. bo'ldi. Xuddi mash silosu ko'rinish bunday makkada, misol. Ha, yiriroq, Yo'q, yiriroq emas, nimasi? Shilinmagan shunday bo'ldi. Ha, tushunarli. Shilinmagan. Ha. To'g'ri. Endi qarang, mana buni bug'doylar qarang-ki. Bug'doy. Endi mana qarang. Makka, bug'doy. Makka, bug'doy. Mana bu ketyapti. Mana shundan o'yilmagan joyini ko'rsating-da, mana olayotgan joyingiz o'yilmagan joy. Ichiga tiqib qo'yib bo'lmaydi misol mana. Albatta. Fonni. Buni yoki kecha sepib qo'yishmagan. Bu o'sha paytda sepib mana. Joyidan ha. Bitta siqingda. Mana qarang. Siz qattiq bo'lib ketibdi bularga. Ana, dondan ham siqingda donidan. Donini ham siqamiz. Dondan ham siqing. Yumshoqmi, yumshoq emasmi? Mana doni ham yumshoq. Ha. Mana. Sut qattiq yotibdi aka. Shunday. Yaxshi barakasini bersin. Ha. Zo'r. Akalar, Kilos bo'lsa shunchalik bo'ladi. albatta, mana donlar ko'ryapsizmi boy aka? Voy, nima deyapti bular? Ko'rdingizmi? Anaqa bo'ladi silos degani. Borini ko'rsating. Bu yerda halida maqtash boshqa nimani keragi yo'q. Qilovatchilik kerak yo'q-a? Shunday aytib ketavering. Unaqa xijolatchilik joyi yo'q. Qilovatchilik, xijolatchilik joyi bo'lmaydi. Men bo'lmaydi. siz bilan ishlayman bitta joyiga. Mana shu yerga birorta boshqa bloger kelib yo bo'lmasa birov bilan ishlagan emasman. To'g'ri. Misol ish faoliyatimizga mana 5-yil ketyapti mana. 4 yil ishladik tana. Siz bilan ishlab kelayotganim aybni menda insonda aybini siraz betiga aytib ketishingiz qiziq xolos menga. To'g'ri. Ash halol. Akalar, o'shaning uchun hurmatli ko'lar, o'zim ham aksariyat pashti vaqtlarga o'zidan molimga silos olaman. Nimaga siloslari aniq, yaxshi bo'lgani uchun. Sizlarga ham nomerlarni shu yerga yozib qo'yamiz. Asosan sizdan do'konchilarga o'tib ketgan-a? Hozir do'konchilarga o'tildi, shuning uchun mana shu 18 kilolik berilyapti. Hali suvli deb sizga telefon qilingan nimasini ham, bitta o'sha ma'lumotini ham aytib beraylik. Agar nari tomondan boshlab bu tomon hozir mana 30 metr ishladik. 1000 tonna silos chiqib ketdi chetdan. Chiqib ketdi, nari tomon bo'yi naryoqdagi baland, bag'i pastlik turib, taydan yurgan. Ya'ni kalodisimiz mashdan bag'ida bo'lmagan. Aka chiqing, boshidan oxirigacha 4 ta kalodis. Kalodis qo'yilgan-a tomonga. Qo'yilgan, o'shani nimasini qilib qo'yilgan. Turba tashab ketilgan. Bag'ida yo'q edi. Silosga prosta biz silosga ishonib qolganmiz. Hali quruqligiga, pishganligiga ishonib qolib turib, buni qilmasa ham bo'laveradi degan joyiga nima qilmaganmiz. Mana hozir holat akalar, xudo xolasa, silosga javob aka, xudo xolasa bizdan narigini olib ketgan nimalar ham, olgan odamlar ham xudo xolasa baraka topadi. Unaqa ziyon joyi yo'q. Albatta. Mana bunday silosda nima qilinadigan bo'lsangiz mana. Mana shu nimalaydi ham. Mana shu maydacha mana ular makka mana don. Mana shu ko'rinayotgan nimalar mana ponni don mana shu. To'g'ri. Bunday siqingda. Qo'lingiz bunday siqing. Mana. Ana, suv bo'lsa shunda bo'lishi kerak. To'g'ri. Endi nech puldan qilib beramiz Baxtiyor aka bularni? Aka qarang, hali video chiqargan paytimizda jabunchalik emas. Kuniga ko'rib turibsiz, 4 tadan video chiqaryapti. To'g'ri. Hozir qayerda qanaqa mashina ichida shug'ullanayotgan odam borki, qo'shnimdan oz sotib beryapman deb ertasiga 300 so'm tushiryapti, 400 so'mlab tushiryapti. O'sha joyiga atrof narxi qaytdi. Biz ham qaytgan 17 ming so'mdan mashina beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. 18 kilolik bu? 18 kilo. 18 kilolik. Ashitda mana hali domsaga hali yetib borgan joyimiz yo'q. O'sha yerdan yetib boradigan bo'lsa, har bir qopiga 4 kilo donga javob beraman. Ana bo'lmasa. Har bir qopiga? Ha, mana olib keling mana shu mana turishi mana makka. To'g'ri. Mana shu yerda o'zidan 1 minutda ichida 3 kilo don terib beraman shu yerda. Mana. Mana shular hammasi makka. To'g'ri. Hammasi don. Va buni nimasi balki mana marday vohadan boshqasini sota deydi. Mana haqiqiy makkasini shu vaqt. To'g'ri. Tez faqat aloqaga chiqinglar. O'tgan safar ham juda ko'pchilik ko'rgan xursand bo'ldim. Ulgurmadik. Berolmadik o'sha joyga. Yo'q. Mana mashinga ham hozir mana qarang. Biz endi mana shu videolarimizni boshqamizni ko'rib turadi. 18 ming so'mdan pul olganman. 4 ming taga pul olgan edim. Qaytdim 4 million pulini karta qilib beraman. Bo'lmasa o'sha 4 millionlik silos qo'shib beraman o'sha. Yana? O'sha nima Xorazmli akamiz. Bo'ldi. U ham yaxshi. Xorazmli akamiz aka ko'rtirgan bo'lsa 4 million bonus chiqadi. Ko'rsa ko'rmasa 4 million endi mana shunday qaytarasan? Ha, shunday qaytaramiz. U odam optim pul berib turibdi, u joyiga men nima qila olmaymiz? Qaytib beramiz o'sha 4 million. Bo'ldi.
bo'laveradi. Eshitdinglar akalar, xudo xolasa tez aloqaga chiqasizlar. Ko'ryapsiz, akalarimiz har bitta qopni tarozidan chiqarishadi, o'tkazishadi. 1 kilo u yoq bu yoq bo'lmaydi yoki unaqa otishasi bo'lsa bo'ladiki, lekin kam bo'lmaydi qopda aka. Endi xudo xolasa ortig'i bilan. Ortig'i bilan. 50 gram 100 gramiga qaramaymiz. Bo'ldi, xudo Endi xolasa. uni nimasi yo'q uni. Bo'laveradi. Rahmat Baxtiyor aka. Salomat bo'lasiz. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lishaylik, charchamang. Salomat bo'ling aka. Rahmat.